Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz tünügün sözlüğünümüzdek, biz bugünden başlap bir mümin üçün, musulman üçün çokum hazırlışı gerek boğan ahlaklarını birden sözlemekçi. Biz bugün sözleydiğimiz tevadu Arapçası, bunun Uygurcası kemterlik, üzünü tüven tutuş, küçük bir illik diyen ma'nada. Bu tevadu diyen söz Arapça kuyuş şunu, veda'a diyen sözden kelgen. Bu alıqı üzünün içki dünyasıdaki üzünün kibrini kuyuş, üzünün kibridin, tekebburluqidin alıqıp ötüş diyen ma'niladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Sure Furqan'ın 63. ayetinde Rahman Teala'nın bendileri ziminde kemterlik bilen üzünü tüven tutkan aldı bana doğu deydi. Bu ayetin Arapçası da ve ibadur rahmanellezine yemşûne alel ardı havnen. Bunun manası, bu yerdeki ibadının manası bendileri diyen gep. Özellikle Uygurçadaki del bendi diyen sözge udul keldi. Mesela biz Abdullah, Abdurrahman deyimiz. Bu Abdun'un Arapçadaki manası kul diyen manada. Yani Allah'ın kulları, yani Allah'ın bendileri ziminde tekebburluk bilen emas, belki üzünü tüven tutkan aldı. Kemterlik bilen mağduğu dep süpetligen. Ben bu ayetine keltirişimdeki maksat, yani Allah'ın kullarının mühim bir süpetini Allah bu yerde kemterlikçe bağlavatıdı. Peygamber Aleyhisselam şundak degen, sizler birbirlerine nispeten kemter bulunlar. Yani tevadu'u beynehum, tetevada'u. Yani özara birisi birisinin Allah'ın aldı da çoğunçılık kılmanlar, tekebburluk kılmanlar. Yani küçük bir il bulunlar, kemter bulunlar degen. Şundak kılgan vaxtınlarda bunun bir faydası nima dese, birisi birisinin Allah'ın aldı da özünlerini çoğun tutmaydıgan bulursular. Kemter tuğan bulursular. Hem de kemterlikten bir teatürü nima? Kemterlikten teatürü tekebburluk. Kemterlikten teatürü üzünü çoğun tutuş, çoğun biliş. Peygamber Aleyhisselam'ın süpetlerini, sahabeli süpetliğe vaxtına ait köp hadis menbelerde kelidi. Peygamberimiz sahabenin arası tuğa vaxtta sırtın kelgen bir adam Peygamber Aleyhisselam'ını sırtıdan uzağa yedin. Yani takı turkudun ya ki kiyim kiçeklerden peraklandıranmaydı. İzdep tepip soraydı bu Peygamber degen Allah kim aranladı ki degende başkalı köy üstü koygandan keyin anının kim Peygamber Aleyhisselam'ı bilal etti. Yani takı turkuda kiyim kiçeklerde etrafıdakilerden alaydı peraklangan onda bir alaydılıki igi emas idi. Yani kemterlikidin üzün şunu tüven tutkaçka aşındak idi. Hem de yine bir mühim bir misal var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahirki vaxtlardaki en mühim vakalarının biri Mekke'nin fethi. Şu Mekke'nin fethi nurgun garip tarihçilerimiz İslam tarihini tetkik kılgan vaxtda nurgunlarının İslam'a kirişiki sebep olan mühim vakalarının biri. Onun da Mekke fethi olgandan keyin Peygamber Aleyhisselam tügüge minip kirdi. Şu vaxtda kemterlikidin 5'i sangılap 5'i tügünün luksga tigip qalay degan ideya deydigan bir tasvir var. Biz tarix qarab bakadigan bolsak, ma'lum bir rayonni azat qilgan yoki fethi qilgan har qanday bir qo'mondan shu rayonga kirgan vaqtda favqulodda takabburlik bilan, akavurlik bilan atning ustida g'adib ko'ksini kirib kirdi. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şu galiba aldığını mı, üzünü intan kemter tutuşu, nurgun kişilerini hayran kaldırgan. Yani bir normal insan ahlakı kılalaydıgan iş emas bu. Kandama bir insan, şunca uzak yıllık caba müşakkatlik siyasi küreşlerden keyin, uruş, sülhilerden keyin, caba müşakkatlerden keyin, aran bir galibi kolu gelgen vakitte, bu galibiga bu kadar kemterlik bilen muamele kılalaydı. Bu normal insan ahlakı buna qadir emas deb o'ylagan ve şu sebepten İslamның to'g'riligiga iymon keltirgan deb qarladigan nurg'un g'arib tarixchilar bor. Endi kemterlikning men bir qancha alomatini, ya'ni bizning turmushimizda kemterlik qanday ifodalanadi? Mushularni so'zlamoqchi, biz mushular orqali o'zimizga az-to'la diagnoz qo'ya olamiz deb o'ylayman. Birinchidan, kemter kishilar har vaqt başkalarının dikkat merkezi buluşunu istep ketmeydi. Mesela bugünkü vaxtlarda, bulup mu bugünkü vaxtda? Bu sosyal medya, ekran degen narsa insanların alqiniga yetkazgandan başlap, insanların özünü köstişi, köz qilishi, ekran merkezi buluşqa, sahne merkezi buluşqa, sepning aldı ve merkezi buluşqa bo'lgan yerismanligi belki tarixda misli ko'rilmagan bir darajaga yetgan bo'lishi mumkin. Mana shunda bir kunda bir adamning mayli qilgan ishlari nihoyatda katta cho'ng bo'lib ketishidan qat'iy nazar, nihoyatda kamtarlik bilan
Şu xil diqqat merkezi buluştuğun üzünü tartışı ularning kamtar ekanligining ait muhim bir ifodasi. Ikkinchisi, boshqalarga qilgan yaxshiliklari sababidan kibirlanib qolmaydi. Bu ait yomon illatlarning biri. Biz boshqalarga mayli moddiy yaxshilik qilaylik, ma'naviy yaxshilik qilaylik. Ish qilib biz boshqalarga ma'lum bir yaxshilikni o'tkazib qo'ygandan keyin ma'lum darajada biz bilib bilmish shu kishilarning oldida ovozimiz o'zgarib qoldigan, talaffuzimiz o'zgarib qoldigan. Burun assalomu alaykum deb do'ng'ayib kurashgan bo'lsa, uningdan keyin sal g'adib kurashib qoldigan. Bular bu boshqalar agar bizga qarz bo'lib qolgan vaqtlarda bu xil ahvollar bo'lib qoldi. Bu amaliyotda bizning ishimizdagi takabburlik, kibrlikning azroq yaxshilik qilgandan keyingi o'zini tutolmay sirtqa chiqib qolishi, ya'ni ifodalanib qolishidan boshqa narsa emas. Shu bir mo'min musulmon boshqalarga yaxshilik qilsin, mayli moddiy yaxshilik qilsin, mayli ma'naviy yaxshilik qilsin, mayli uyini kuchayib bersin, mayli hatta 10 qatim yaxshilik qilsin, 100 qatim yaxshilik qilsin. Ammo o yaxshilik bir odamning qalbida bir kibrlikka, bir takabburlikqa sabab bo'lib qolsa, buni aytdi. Biz do'stga nurg'un chiroyli xatni yozib bo'lgandan keyin darhol o'chirayotgan bilan o'xshash bir ish. Ya'ni biz nurg'un yaxshi amallarni qilib bo'ldik, ammo farishtaning dafteriga yozib bo'lgandan keyin biz uni qayta o'chirayotgan bilan o'xshash ish. Shunlashqa haqiqiy kamtar kishilar yaxshilik qilgandan keyin hatto yaxshiligini unutib ketadi. Ammo bugungi kunda biz azroq yaxshilik qilgandan keyin xuddi yaxshilik qilganligimiz xuddi qarshi tarafni qarzga bo'g'ib qo'yishga o'xshash, g'oyati g'adib qoldigan. Yomon bir illat bor. Normalda bir odamning kamsitishi nayt az uchraydi. Bir odamni bevosita tuvan ko'rishi. Ammo bu mushkil munosabatlardan keyin, masalan, ba'zi sal ojizroq kishilarga yordamimiz tegib qolgan vaqtda, yoki sal kelib chiqishi yoki o'rni yoki iqtisodiy yoki har qanday bir sababdan ma'lum darajada bir ijtimoiy o'rni tuvan bir odamlar bilan birga bo'lib qolgan vaqtimizda, andan keyin bizning haqiqiy kamtar yoki emas ekanligimiz mana bu imtihon daqiqalarida ondan isbotlanadi. Üçüncüsü, o'zining xatoligini e'tirof qilishga jur'at qila oladi. Bu nihoyat muhim ishlarning biri. Biz boshqalar bilan munoziralashgan vaqtlarimizda ba'zi vaqtda hatto o'zimizning xato ekanligimizni ichimizda e'tirof qilgan taqdirdami, ammo xalqi olam nima deb qolar, men o'zimning gibidan yenib qolsam sat turamo deb biz johillik bilan o'zimizning xato ko'z qarashida ching turib davomli munoziralashadigan, shunda ching turib oladigan, o'zimizning xatoligini qat'iy bo'ynimizga olmaydigan, e'tirof qilmaydigan bir johillik, bir kajlik mavjud. Mana bu shuni tegi ta'kidini aytganda bizdagi kamtarlikning yo'qligini, amaliyotda yana o'xshashli qalbimizda bir kibrlikning mavjud ekanligining alomati. Ayollar bilan bo'lgan jidal majroda masalan, bir kishi agar xatolik sodir qilgan bo'lsa, xotinning oldida men xato qilibdim, bu qatim kechiringlar deyishi normal bir ish. Ammo bizda bu ish nihoyatda yo'g'on bir ish endi. O'zimiz xato qilgan bo'lsakmi, bizning o'zimizning xatoligida nihoyatda ching turamiz. Hatto ayol orasidagi demayli, do'stlar orasida bo'lgan vaqtdami, arazlashib qolgan vaqtda, ko'ngilsizlik yuz bergan vaqtda aktivlik bilan xatoligimizni bo'ynimizga olib, to'g'ri men ma gapni qattiq qilib soldim yoki mening ma heliqi ishim to'g'ri bo'lmagan deb xatoligimizni bo'ynimizga olib e'tirof qilish nihoyatda cho'ng bir jur'at va haqiqiy fazilat. Dördüncüsü, maddi istimalda haddidan aşmaydı. Yoki boshqacha desak, hashamxo'rlik qilmaydi. Maddi istimalda haddidan eshish, ya'ni o'zimiz yashayotgan ijtimoiy chambarak yoki shu jamiyatning istimal odatidan halqib ketgan istimalda bo'lish. Mayli kiyim-kechakda, mayli yemak-ichmakda, uy yasash qatorliq moddiy istimallarda ziyoda hashamatchi bo'lish asta-asta bizning ruhimizdagi kamtarlikni tuvallatib o'tadi. Masalan, biz unda vaqtda sal oddiy yasalgan uyga kirsak, yoki oddiy kiyimli kishilar bilan aralashsak, yoki oddiy kishilar bilan birga qo'pib, birga o'ltirgan vaqtlarimizda xuddi ular bilan birga bo'lish bizga yarashmaydigandek, ular biz bilan birga o'ltirishga salohiyati to'shmaydigandek yomon xiyollarga kelib qolish ehtimolimiz bor. Bizning shu yomon turmush odatimiz bilib bilmasdan bizning qalbimizdagi shayton fursat kutib turgan uruq tashlashga, şu yomon uruqlarni o'stirib o'tish ehtimoli bor. Shunlashqa bir musulmonning mayli uning iqtisodiy boyligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shu moddiy istimalida o'zi yashayotgan ijtimoiy jamiyatning, shu millatning, shu chambarakning o'ttiruvchi istimolidan ziyoda halqib ketgan istimalda bo'lish, atrofidagilarni ziyoda namrat his qildirish hatto. Bak to'g'ri ish emas deb o'ylayman. Bu boshqalarga to'g'ri ish emas, balki hozir deganimdek o'zimizning qalbida asta-asta kamtarlikni o'ltirib tashlaydi, yo'qib tashlaydi.
Beşinchidan, yaxshi amallardan mag'rurlanib ketib, boshqalar menga yetmaydi deb hisoblab qo'yish. Mana bu eng xatarligi. Bular bir musulmonga nisbatan, masalan biz shaxsiy ibodatlarda bekrak taqvodor. Yoki biz bir qancha qatim ko'p haj qildik. Yoki biz iqtisodiy jihatdan boshqalarga ko'proq yaxshi yordamlarni qildik deyli. Hatto ba'zi vaqtda biz diqqat qilmasak, shayton bizning o'sha yaxshi amallarimizda yo'g'on ko'rsatish orqali qarmoqqa bizga o'xshash yaxshi amal qilolmagan yoki ozroq yaxshi qilgan odamni xuddi bizga yetmaydigandek, ularning iymonida, axloqida bizga yetmaydigan bir ish bordek, sen o'zimiz bilib bilmay g'adib qilishga boshlaymiz. Masalan, u odamlar bundoq. Masalan, ma'lum bir masalada ko'z qarashimiz o'xshamasa, yoki ular ma'lum bir iqimga tava bo'lsa, yoki ma'lum bir diniy masalani bizga o'xshash o'ylamaganlik uchunlam, yoki bizga o'xshash qilmaganlik uchunlam, ularni diniy jihatda o'zimizdan tuvan ko'rishga o'xshash nihoyat xatarlik bir ahvol bor. Shunlashqa Ali radhiyallohu anhuning nihoyat hikmatli bir gapi bor. Meni takabbur qilayotgan gunohlarim, meni takabbur qilayotgan yaxshi amallarimga qaraganda meni kamtar qilgan gunohlarim suyumlik deydi. Qarmoqqa bir gunoh hech bir zaman suyumlik emas. Ammo gunohning bir alohidligi bor. Adam ba'zi vaqtda sen kichik gunohlarni qilsagan vaqtda darhol Allohga yelinib tavba qilib o'zining bandi ekanligini, ojiz ekanligini esga oladi. Ammo odam o'zida har vaqt nihoyat katta ulug' ish ichida, men doim savob ichida deb o'ylab qolgan vaqtda boshqalarning amallari kichik ko'rinishga, o'zining yo'g'on ko'rinishga boshlaydi. Shuning bilan yaxshi amallar uni asta-asta takabburlik qilib maqadi. Shunlashqa har vaqt o'zimizning nafsi bilan o'zimiz hisob kitobni nihoyat chin elib menishimiz lozim. Endi kamtar bo'lishning qanday foydalari bor? Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: "Men sizlarga jahannam harom qilingan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi?" degan. Ya Rasululloh ko'rsatib qo'ysa, u odam qanday kishi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom, "U shunday kishiki, boshqalarga yiqishliq, nihoyat yumshoq xuyliq, ya'ni hayyinan va layyinan degan so'zni ishlatgan. Ya'ni yumshoq, o'zini tuvan ko'radigan, nihoyat kichik bir odamlar, mana bu jahannam harom qilingan kishilar. Ya'ni mushi go'zal bir axloq, mana bu kichik fe'llik, bu kamtarlik bir mu'minga nisbatan, buningdan cho'ng bir mukofot natija yo'q." Anadan keyin payg'ambarimiz yana shunday degan, xutbada, munbarda turib o'zini qo'li bilan ishorat qilib turib shunday degan: "Kimki o'zini yana tuvan tutsa, ya'ni men tatavada'a, ya'ni insonlarning oldida o'zini tuvan tutsa, Alloh uning darajasini yuqori ko'taradi deb so'l qo'lini egiz qilgan." Amaliyotda insonlar bu dunyoda obro'li, inovatli odam bo'lish uchun qilmagan ishi qolmaydi. Nihoyat ko'z qiladi, nihoyat sun'iy, yasalma ravishda o'zini o'ttirg'i chiqarishga, o'zini boshqalar tarafidan qabul qildirishga nihoyat zo'riqib ketadi, kuchab ketadi. Amaliyotda dunyoning qonuniyati shuki, inson yaxshilikni qilaverib, kamtarligida chin turaversa, ya'ni u Allohning oldidami, insonlarning oldidami u kishining maqomi nihoyat yuksak bo'ldi. Bu tarixda nihoyat ko'p isbotlangan. O'zini yuksak ko'tarmaydigan odamlarning hammasi uchib ketgan. Ammo yaxshi amallarni bo'lib, o'zini o'rni bilan faqat o'ylashmagan kishilar tarixda o'zining oltin ismini tarix betlariga yezib qoldirgan. Endi oxirida, endi qanday qilgan vaqtda mana bu go'zal axloqni o'zimizda mujassamlashtira olamiz. Birinchidan, menimcha eng muhim bir usul bu kibrning, takabburlikning ne kadar yomon ish ekanligini ichimizdan tunib yetishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom shunday degan, biz eng ko'p anglagan hadislarning biri, ya'ni kimning qalbida zarrichilik degan gap ham arab tilida shu chog'dagi shu arablarning aqli aytgan eng kichik narsa. Ya'ni ko'zini ko'rgini olmayotgan ushoq bir kichik narsa hamda. Kimning qalbida zarrichilik, takabburlik, kibrlik bo'ladigan, o jannatga kirolmaydi. Jannatning furqini purolmaydi degan. Shu bu kichik ogohlantirish emas. Shu mayli bizning iqtisodiy ko'rinishimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ilm saviyada qanchalik maqomga yetishimizdan qat'iy nazar, yoki bizning nasabimizning qanchalik oliy bo'lishidan qat'iy nazar, yoki biz yashagan yurtning, shaharning cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir insonning haqiqatga ogovorlik qilishiga ve başkaları tüven ko'rishiga hech qanday o'rin yo'q. Ikkinchidan, her vaqt inson o'zining qalbini nazoratga olib turishi, o'zining qalbini tekshirib turishi, mushkil maraz illatlar menga yo'qib qoldimi, qolmadimi deganni, yuqorida men degan ba'zi alomatlarning o'zida bor yo'qligiga asosan o'ziga o'zi diagnoz qo'yishni bilishi lozim. Bir mu'min
o'ziga o'zi diagnoz qo'yishni bilgan vaqtda mayli qalbi, mayli axloqi va boshqa jihatlarda asta-asta sustlashib ketishini oldini ola oladi. Üçüncüden her qanday kichik ishlarni, jismoniy ishlardan boshlab sal qaramaslik lozim, tuvan sanamaslik lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zining oyog'ini o'zi yamab kiygan, o'zining kiyimlarini tikib kiygan, yamab kiygan, nihoyatda uşak ishlarda boshqalarga yordam talab qilmagan nihoyat ko'p misollari bor. Qaramoqqa bu odamning kamtarligi bilan nima munosabati deb o'ylashimiz mumkin. Ba'zi vaqtimiz jismoniy emgakdan ziyoda yiroq qolgan vaqtimizda xuddi u ish bizga loyiq emasdek. Biz xuddi unday ish qilishga yoki unday ishni qilsak martabamiz tuvallab ketadiganidek o'ylab qolamiz. Şunlaşqa şu sebepten bir qatim Ömer radhiyallohu anhu o'zining uyiga suv to'shuyda bir idish suvni yudib mangan vaqtda kishilar so'ragan. Bu Hazrat Ömer xalifa vaqtida. Ya Emirul Mümin, yana müminlarning amiri. Sen nima ish qilyapsan? Sen bir bütün musulmonlarning xalifasi tursan. Sen qanday olib o'zingning suyini o'zing to'shib yuriysan, uni boshqa qilibsa bo'ldi-ku degan vaqtda Hazrat Ömer bunda degan. Bu qatim yot ellerden elçiler ömiki kelgandi. Qalbimda bir narsa paydo bo'lib qoldi. Men mushu narsani izib etish uchun men mushu ishni qilyapman deb shunda javob bergan. Bu Hazrat Ömerning nihoyatda samimiyligini, o'zining qalbiga paydo bo'lib qolgan shu narsani darhol vaqtida diagnoz qo'yib, uning qarshi harakat qo'llanganligini ko'rsatib beradi. Amaliyotda Hazrat Ömer bir davlatning bosh reisi bunu süpütü bilen elbette başka devletlerden elçi keledi. Elçilerle görüşüş normal iş. Ama elçilerle görüşkenden keyin belki Hazrat Ömer özünün tarixini oylagan bo'lishi mumkin. Ben bir küçük bir kabileden kelib chiqqan bir adamdim. Qo'y boqib yurgandim kichik vaqtlarimda. Hatta islomga dushmanlik qilib yurgandim. Mana bugungi kunga kelganda men butkul musulmonlarning reisi bo'lib, nurg'un kuchli davlatlarning elchilari bilan ko'rishdan olg'a kelib qoldim. Deb o'ylagan vaqtda bir xil ichida bir xil g'ururlanish yuz bergan bo'lsa, yo'q bu xato. Men bundan darhol nere turishim lozim. Ey Ömer sen gerçi hozir müminlarning reisi bir davlatning boshbaqoni bo'lsangmi, reisi bo'lsangmi, ammo sen yana odatdagi bir Allohning oldida bir qul. Sen bunu unutib qolma deb darhol o'ziga o'zi ukul solgan. Mana bu biz o'rganishga tegishli nihoyatda muhim bir xislat. Hem de dördüncüden, özüdün tüven kişiler bilen aralış lazım. Peygamber Aleyhisselam şunda degan, eğer sen beni tapmakçı bolsanlar, nahayet aciz uruq, garip urgan kişilerin arasında beni tapalayısılar deb şunda degan. Bazı vakitte biz özümüz aralışılan kişiler, nahayet puldar, bay, yugan kişiler olsa, olturup koşumuz daim şu kişiler bilen birlikte bo'lib qolgan vaqtda, cemiyetin tüven katlamındaki kişiler bizning dostluğumuzdan, bizning hayatımızdan yiroqlashib ketgan vaqtda bizni bilib bilmay asta-asta tekabburlik qarab qadam tashlab kelish ehtimolimiz bor. Bilib bilmay. Şunlaşqa o'zimizdan tüven kişiler bilan do'st bo'lish, yaqin bo'lish, hamdastxon bo'lish o'zimizda shu paydo bo'lib qolish ehtimolligi bo'lgan. Shu takabburlikning, shu o'zini cho'ng tutishning vaqtida oldini ola oladi deb o'ylayman. Alloh oxirida hammamizni ana shu Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rgan va jahannamga qalqon bo'la oladigan ulug' sifat kamtarlikka muyassar qilgan.